Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Monster drabilkamizni va vakuumli 380 ga ishlaydigan drabilkalarimizni ko'rsatib, tanishtirib chiqaman. Video davomida ishlagan videolarini va video oxirida bizni kuzatishda davom eting. Narxlarini ham batafsil aytib o'tamiz. Aholiga xizmat ko'rsatishga, yem do'konlarga universal Monster drabilkalarimiz yetib kelgan. Har xil turdagisi kam rasxod va bir soatiga 700 kilodan 900 kilogacha ko'pgina don mahsulotlarni maydalab beradi. Ozgina energiya sarf qilib 3 ta remen orqali harakatlanadi. Setkalari 5 xil setkasi bo'ladi o'zidagi bilan. Hammasida 5 xil razmerda bo'ladi. Bu 4 xil. Un ko'rinishda yoki yorma shaklda chiqarishinglar ham mumkin bo'ladi. Zakasga qarab mini fermalarga va xonadonlarga bemalol bo'laveradi. Bunisiga keladigan bo'lsak, bunisi 11 kilovatlik, 1 soatiga 800 kilodan 1 tonnagacha don mahsulotlarni va quruq hashaylarni maydalab beradi. Buni ham setkalari 5 xil setkasi bo'ladi jami. Buni eniga razmeri 28 lik razmer bo'ladi. Alohida motor qismlari keladigan bo'lsak, bunisi motori ham 11 kilovat, 380 lik, 100% misatmotkali bo'ladi. 1,5 ming оборот motor oboroti bo'ladi. Shkif orqali harakatlanib, bu yerga 3400 oborot yetib chiqadi. Mana bu orqa tarafidan solinadi, shu joydan tushadi. Ulitkalari ham katta ulitkadan bo'ladi. Bundan bir razmer kattarog'i esa 15 kilovatlik bo'ladi. Mana shunaqa ochilmagan pachka holatda yetib keladi bizga. Motor komplekt narxlarini ichida bo'ladi. Buni motorlari ham bor. Buni eniga bo'lsa 35 sm bo'ladi. 11 kilovatligi 28 sm bo'ladi. Sal kichikroq. Ko'rib o'tishingiz mumkin. 15 kilovatlikniki mana 35 sm bo'ladi. Bu 1 soatiga 1 tonnadan 1 tonna 200 har xil turdagi don mahsulotlarni maydalab beradi. Bundan kattarog'i esa mana bu kattalashib ketaveradi. Biznes qilaman deb yurgan akalarga, yem do'konlarga tavsiya qilaman. 1 soatiga 1 tonna 200 dan 1 tonna 400 gacha har xil turdagi don mahsulotlarni maydalab beradi. Bunga qiralik setka tushadi. Buni eni qirali bo'ladi. Video davomida narxlarni aytib o'tamiz, ishlatib. Bu Monster drabilkamiz esa katta fermalar uchun yoki yem do'konlarga tavsiya qilamiz. Bunisini bu 22 kilovatlik bo'ladi. Buni eniga esa 60 lik setka tushadi shu joyiga. 1 soatiga 2 tonna 400 dan 3 tonna 200 gacha don mahsulotlarni mana shu joydan solsangiz bunkerdan un shaklda yoki yorma shaklda chiqarib berishi mumkin. Buni tishlarini ham ko'rsatib o'taman. Qiziqqanlarga ko'rib o'tishinglar mumkin. 7 qatorli bo'ladi. Ancha qalin listdan ishlangan 36 ta malatog'li bo'ladi. Mana bu joydan setka oson tushib chiqadi hammasida. Bunisi kilovati ozaygan sari bunisi ham sal ozayib boraveradi. Mana bunaqa sal ochib yuboring-da pastroq. Cho'yan listlar bilan qoplangan bo'ladi. Tezda mayin qilib chiqarib yuborish uchun. Vakuumli drabilkalarimizga keladigan bo'lsak, bu vakuumli drabilkamiz yangi turidan, yangi vipiskasidan xohlasangiz qo'lda, chelakda solib ruchnoy ishlatishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana shu joydan ozroq, ko'proq qilib, legirovka qilib, albatta donni oz ko'pligini shu yerdan legirovka qilasizlar va mana bu joydan tushadi. Bu tarafidan don mahsulotlar tushadi va tepadan changi chiqib ketadi, turba ulab narigi dala tomonga qaratib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bularimiz 3 xil bo'ladi. 11 kilovat, 7,5 kilovat, 15 kilovatlari mavjud. Hammasini batafsil ishlatib yurgizib beramiz. Mana bunisi esa 7,5 kilovatligi bo'ladi. Buni
ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana shu holatda pilisosli holati o'zini donga solib qo'ysangiz, o'zi tortadi. Kerakligini mana bu joydan legirovka qilishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari qo'lda solib ishlataman degan chorva ishqibozlariga esa mana bunisini tavsiya qilamiz. Bu yerini olib tashlab, bunisini qatirib, bemalol me'yorida solib ishlatib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Buni motorlari ham 1,5 ming оборот bo'ladi, 100% misadmotkalik, 380 voltga ishlaydi, ko'rib o'tishingiz mumkin. 3 ta remen orqali harakatlanadi va ulitkaga bitta remen ketgan bo'ladi narigi tarafiga. Ulitkaga mana bu joyga turba qo'shimcha qo'shib turib, narigi boshqa xonaga olib chiqib, yem xonaga olib chiqib foydalansanglar ham bo'laveradi. Ulitkani bemalol kuchi yetadi, haydab beraveradi. Hozir bularni birma-bir ishlatib, yurgizib, tekshirib beraman. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana shu joydan ochib legirovka qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana ozroq qilib, ko'proq qilib legirovka qilsanglar bo'laveradi. Yo'q voraring. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rib o'tishingiz mumkin. Makka uni mana shu bo'ladi. Bundan ham mayin qilib chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol chorvani, molni yemini ustiga sep bersanglar, oshqozoniga yuqadi. Umuman doni qolmaydi, un ko'rinishda bo'ladi. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozir Makka sotasi bilan tayyor qilib oldik. Shuni ishlatib, chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana buni ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, Makka sotasi bilan kepay darajada qivordi. Bundan ham mayin chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Bu hozir o'rtacha setkasi bo'ladi. Bu shu holatda ham bemalol mol yemini ustiga sep bersanglar ham bo'laveradi, bemalol. Undan tashqari mana undan ham mayin setkasini qo'ysanglar, un ko'rinishda chiqarib beraveradi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, asosiy qismiga yetib keldik, narxlariga. Bu 7,5 kilovatlik 1 soatiga 700 kilodan 900 kilo chiqaradigan Monster drabilkamizni 12 ta viloyat dastavkalar ichida $950 qilib yetkazib beramiz. Mana bunisi sal kattarog'i. Bu 800 kilodan 1 tonnagacha chiqarib beradi har qanday don mahsulotlarni.
Bunisini esa 1100 dollardan 12 ta viloyat dastavkalari ichida qilib yetkazib beramiz. Bundan kattarog'i esa mana bu 15 kilovatligi bo'ladi. Bu 15 kilovatligi esa 1 tonnadan 1 tonna 200 gacha don mahsulotlarni maydalab beradi. Narxlari keladigan bo'lsak 1200 dollarga O'zbekiston bo'yicha dastavkalari ichida qilib beramiz. Undan bitta kattasi 18,5 kilovatlik, eniga 40 bo'ladi. 1 soatiga 1 tonna 200 dan 1 tonna 400 gacha bunkerini sof og'irligini o'zi 170 kilo bo'ladi. Bunisini esa 1500 dollardan dastavkalari ichida qilib yetkazib beramiz. Va bunga keladigan bo'lsak, bunkerini o'zi og'irligi 280 kilo, 1 soatiga 2 tonna 400 dan 3 tonna 200 gacha har xil don mahsulotlarni maydalab beradi. 22 kilovatlik, narxi esa 1650 dollar, 12 ta viloyat dastavkalari ichida qilib beramiz. Monster drabilkalarimizni endi mana bu vakuumli drabilkalarimizga keladigan bo'lsak, boya ishlatib o'tgan vakuumli drabilkamizni bunimiz 7,5 kilovatlik, 1 soatiga 1 tonnadan 1,5 tonnagacha don mahsulotlarni o'zi tortib yoki solib tursangiz, bemalol un ko'rinishda chiqarib beraveradi. Narxi 950 dollardan 12 ta viloyat dastavkalari ichida qilib yetkazib beramiz. Undan keyingisi 11 kilovatlik bo'ladi. 11 kilovatlik va pilisoslar ham bor bu joyda. 2 xil variantda bo'ladi, 2 xil ko'rinishda. Rushnoy ham pilisos bo'ladi. Bunimiz esa 1,5 tonnadan 1 tonna 800 gacha don mahsulotlarni maydalaydi. Buni narxi 12 ta viloyat 1100 dollarga yetkazib beramiz. Mana bunisi esa 15 kilovatligi, buni ham shu joyda xompasi bor yoki o'zingizlarga qulay qilib pilisosli qo'lishinglar ham mumkin bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak 1500 dollar 12 ta viloyatga dastavkalari ichida qilib yetkazib beramiz. Bizni kanalimizdan uzoqlashmang. Profil shapkasiga havola qoldirdik. Havola orqali batafsil chorva texnikalari bilan tanishib chiqishingiz mumkin va videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Bundan-da qiziq videolarni kuzatib boring. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang.